bir yildan beri iste'mol qilyapman. Buyragimda muammo. Uzoq muddat kalsiyni iste'mol qilish natijasida kristallar paydo bo'lgan bo'ladi. Bitta davo qilaman deb, ya'ni suyaga davo qilaman deb, ikkinchi organda muammo. Profilaktika uchun kasal bo'lish shart emas. Profilaktika uchun 1 oy davomida qabul qilsa, mana shu tayanch harakat tizimidagi muammolar hal qilgan bo'ladi. Ya'ni oziqaviy modda, zig'ir urug'i, qovoq urug'i va qora sedana. Buni hammasini qanday tayyorlanishini oldingi roliklarda tushuntirib o'tganman. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi Bahora Qodiraliyeva. Assalomu alaykum Bahora. Assalomu alaykum. Bahora opa, bilasizmi? Eng oxirgi videolaringizni tomosha qilganimda suyak va bo'g'im kasalliklari haqida, ularga davo bo'luvchi giyohlarni va qon quyultirish haqidagi tavsiyalaringizni ko'rib chiqdim va shunda ko'zim tushdiki, kommentariyalarda bir qancha yurtdoshlarimiz savol berishibdiki, ularni qaysi vaqtda, qanaqa mahalda iste'mol qilgan maqsadga muvofiq bo'ladi deb. Ha, albatta tushuntirib beraman. Bu olib chiqqanim sababi tabobatni o'rganishni boshladim. Bu tabobat fanlari bo'yicha ishlayotganim sababi asosan insonlarga tabiiy yo'llar bilan yordam berish maqsad. Chunki misol uchun o'zimiz ham dori vositalarini tavsiya qilamiz. Dori vositalarini tavsiya qilganimizda ko'pgina bizda noxush holatlar kuzatiladi, kimyo vositalar. Albatta kimyo vositalari kerak bo'ladi, faqat ekstreniy holatlarda. O'zi bunda olib qaraganda aslida qandaydir shok holatlariga tushgan paytda, allergiya bo'lganda, birdan og'riq bo'lganda, shu holatlarda kuzatiladi va o'sha vaqtda kimyo vositalardan foydalanish kerak bo'ladi. Lekin ko'pgina yurtdoshlarimiz kimyo vositalarini doimiy ravishda qabul qilishadi. Bizga murojaat qilishadi, iste'mol qilyapman kalsiyni 1 yildan beri. 1 yildan beri iste'mol qilyapman, buyragimda muammo yoki bo'lmasam jigarimda muammo. Analizlarini ko'rib chiqaman, o'zida apparatlariga tushgan analizlarni, kalsinat paydo bo'lgan bo'ladi. Ya'ni kalsinat, ya'ni uzoq muddat kalsiyni iste'mol qilish natijasida kristallar paydo bo'lgan bo'ladi. Bu zarar yetkazib qo'yish. Albatta. Chunki misol analiz topshirish kerak, qon topshirish kerak kalsiyga. Agar me'yoridan kam bo'lsa, albatta kalsiy buyuriladi, sitratlar, ya'ni qonga yaxshi so'riluvchi. Lekin etilgan vaqtdan ham ko'proq muddat qabul qilishadi. Ya'ni ko'proq kalsiy iste'mol qilsam, suyagi mustahkam bo'ladi deb o'ylashadi, lekin aslo unday emas. Buni nazorat qilib borish kerak, qonni tekshirish kerak har 3 oyda. Agar haqiqatdan ham shu ichayotgan kalsiysi so'rilyaptimi, yo'qmi, yordam beryaptimi, kalsiy miqdori qonda ko'tarildimi, nazorat qilib borish kerak. Lekin bizda nazorat qilinmaydi. Mana shu buyurilgan 3 oylik kalsiyni 1 yillab iste'mol qilishadi. Bemorimizda chiqyapti kalsinat bilan, ya'ni bitta davo qilaman deb, ya'ni suyaga davo qilaman deb, ikkinchi organda muammo. Shifo topaman deb boshqa bir kasallikni orttirib olishadi. Shunday bo'lmasligi uchun men iloji boricha tabobat yo'li bilan, ya'ni tabiiy yo'llar bilan organizmga kimyo vositalarisiz boshqa organlarda muammolar kelib chiqmasligi uchun tabiiy yo'llardan oqsil, protein, ya'ni suyaga kerakli bo'lgan oziqaviy modda berishni, agar suyakda muammo bo'ladigan bo'lsa, qon suyulishi kerak. Birinchi navbatda qon suyuq turishi kerak. Qon suyuq turishi uchun biz doimiy ravishda yana kardiomagnil yoki bo'lmasa aspirin miqdorida, ya'ni tarkibida bor har xil vositalarni qabul qilishadi. Buni uzoq muddat qabul qilish natijasida yana jigarda muammo. Ya'ni shunday holatlar bo'lmasligi uchun tabiiy yo'llar bilan tayanch harakat tizimidagi muammolarni hal qilsa bo'ladi uy sharoitida. Qon suyulishi kerak, albatta birinchi navbatda, keyin organizmga protein, oqsillar berish kerak, suya mustahkam bo'lishi uchun. Keyin yana bir narsa e'tibor berish kerak, faqatgina bizga qon suyuli va suyalarga kerakli bo'lgan ozuqani berish emas, balki o'sha kelib chiqish sababini, ya'ni bo'g'inlardagi yallig'lanishni ham olishimiz kerak baravariga. Bo'g'inlardagi yallig'lanish oladigan bo'lsak, qon suyuq turadigan bo'lsa, biza proteinlar, ya'ni kalsiyga boy mahsulotlarni qabul qiladigan bo'lsak, o'shandagina kompleksli bo'lib lecheniya bo'la oladi. Shuning uchun tabobat yo'li, ya'ni tabiiy yo'llar bilan iste'mol qilish kerak bo'lgan har bitta mahsulotni aytib o'tgandim.
bularga hamma uyda holatida, ya'ni profilaktika uchun kasal bo'lish shart emas. Profilaktika uchun 1 oy davomida qabul qilsa, mana shu tayanch harakat tizimidagi muammolar hal qilgan bo'ladi. Hozir aytib o'tgan o'sha giyohlaringizni, demak, baravariga iste'mol qilish hech qanaqa zarar keltirmaydi organizmga. Albatta yo'q. Lekin bilasizmi, ba'zi hollarda bor, misol uchun onkologiyaga uchragan yoki bo'lmasa emizikli, farzandi bor ayollar, ularga qanaqa tavsiya qilasiz? Ular ham iste'mol qilishi mumkin? Mumkin emas holatlarini so'rayapsiz, to'g'rimi? Mumkin emas holatlar bizda 10 yoshgacha bo'lgan bolalar, emizikli ayollar, homilador ayollar va onkologiya kasallik bilan davolanayotgan bemorlarimizga ruxsat bermayman. Nega? Chunki onkologiya kasallikni oldin davolab olish kerak, keyin tabobat yo'liga o'tib, ya'ni ikkilamchi kasalliklarni davolasa bo'ladi. Homilador ayollarga mumkin emas. Albatta bu homilaga ta'sir qilishi mumkin. Ular nazoratda, shifokor nazoratida bo'lishi kerak. Emizikli ayollarga ham tavsiya etilmaydi va 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga tavsiya etilmaydi. Qolgan vaqt oraliq bilan iste'mol qilib boriladi. Misol uchun qon suyultiruvchini iste'mol qilib boryaptilarmi? Unga protein, ya'ni oziqaviy modda qo'shmoqchilarmi va yallig'lanishga qarshi ichmoqdilarmi? Mana shu uchalasini ham baravariga ichsa bo'ladi, lekin oraliq bilan. Ya'ni misol qon suyultiruvchi ichitilib, ozgina vaqt o'tgandan keyin yarim soat proteinlarni, oziqaviy moddalarni qabul qilsinlar. Yana bir yarim soat o'tgandan keyin yallig'lanishga qarshi vositalarni qabul qilishsin. Qon suyultiruvchi bizda mana barbaris, gvazdika, ya'ni qalampir munchoq, kardamon, qon suyultiruvchi, ya'ni bularni damlab, hattoki choyga o'zlarini kundalik iste'mol qiladigan choylariga ham solib qo'yib, aralashtirib qo'yib, damlab ichib yursalar ham bo'ladi. Qon suyultirdilar, ertalab ichib oldilar, nonushta qildilar, nonushtadan keyin ozgina vaqt o'tdi, yarim soat, oziqaviy moddani qabul qilishsin. Ya'ni oziqaviy modda zig'ir urug'i, qovoq urug'i va qora sedana. Uchalasini aralashtirib, buni hammasini qanday tayyorlanishini oldingi roliklarda tushuntirib o'tganman. Yana yarim soat o'tgandan keyin yallig'lanishga qarshi, misol, yallig'lanishga qarshi kurkumin, imbir, karitsa bularni kukun holatiga keltirib, asalga aralashtirib tayyor qilib qo'yishadi qorishmani, bir qoshiq iste'mol qilishadi, 1 stakan iliq suv bilan. Orasini, ya'ni yarim soatdan peririflar bilan qabul qilib boriladi. Bu ham pitaniya bo'ladi, to'g'ri, ovqatlanish pitaniyasi bo'ladi, oziqaviy modda bo'ladi. Ham organizmga tabiiy yo'llar bilan yordam bergan bo'lishadi. Chem dori vositalariga o'rganib qolgandan, uzoq muddat qabul qilgandan ko'ra ancha afzalroq. Tushunarli. Yana aytib o'tdikki, profilaktik holatlar uchun ham iste'mol qilish hech qanaqa zarar keltirmaydi. Hozir aytib o'tganimizdek, bizning o'sha dori vositalarimizni insonlar ko'p iste'mol qilib, boshqa bir kasalliklarni orttirib olishyapti. Lekin bunday holatda hech qanaqa suyak kasalliklari yoki bo'lmasam qondagi muammosi bo'lmagan shaxslar ham iste'mol qilganda muammo kelib chiqmaydi. Yo'q, albatta, qarang. Agar ularda hech qanday muammo yo'q sog'liqlaridan, to'g'rimi? Profilaktika uchun, ya'ni mana shu kasallik bo'lmasligi uchun 1 oy, albatta, oldini olish uchun 1 oy iste'mol qilsalar bo'ladi. Proteinni 1 oy iste'mol qilishsin, keyingi oyga qon suyultiruvchi iste'mol qilishsin, yallig'lanishga qarshi. Ya'ni bu o'zlariga kasallikni oldini olgan bo'ladilar. Ya'ni tabiiyda, hech qanaqangi misol kimyo vositasi bo'lganda qo'rqamiz, tekshiramiz, analizlarni ko'ramiz va buyuramiz nima iste'mol qilish kerakligini. Bizda profilaktika uchun, kasallikni oldini olish uchun iste'mol qiladigan bo'lsalar, 1 oy muddatdan profilaktika 1 yilda 1 marta o'zlariga qarab, ya'ni organizmni tozalash kerak bo'ladi, organizm yordam berish kerak bo'ladi. Har doim ham biz ximikatlarni iste'mol qilib yura olmaymiz yoki bo'lmasa, masalan uchun yoz boshlandi, achchiq narsa, sho'r narsa yoki bo'lmasa gazli ichimliklar, muzli ichimliklar iste'mol qilishni boshlaydi, muzli morojniyalar yeydi, oshqozonda muammolar boshlanadi, kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi, o'sha gazli ichimliklarning oqibatida, ya'ni yuvilib ketadi. Shunday holatlar bo'lmasligi uchun doimiy ravishda profilaktika qilib, organizmni bitta kurpich qilib olish kerak bo'ladi, tabiiy yo'llar bilan. To'g'ri tushundim. Yana bir savolim, misol uchun davolanayotgan inson, ya'ni mana shu kasalliklardan davolanayotgan inson farmatsevtik dorilarni iste'mol qilib kelmoqda. Sizning ijtimoiy tarmoqlarda roligingizni ko'rdi va mana shu usuldan foydalanmoqchi deylik. U
Endi oldin foydalanib kelgan o'sha farmatsevtik dorilarni rad etish kerakmi yoki baravarga iste'mol qilib ketish kerakmi? Qarang, kasallikni holatiga qarab, albatta bemorimiz yurakda qandaydir muammo bor, doimiy ravishda buyurilgan preparatlari bor, qabul qilib boraveradilar. Agar ularda u darajada, ya'ni vrachlar aytadi, siz mana shu preparatni doimiy ravishda iste'mol qilasiz deydilar. Doimiy ravishda iste'mol qiladigan preparatlar bo'ladi. Endi hozir kasallikni aynan qaysi kasallikka etib o'tish uchun bilishim kerak qanday kasallik ekanligini. Aytishim mumkinki, ichayotgan kimyo vositalari, dorilari bilan birgalikda iste'mol qilsa bo'ladi. Faqat boya aytgandek, yana baribir pereriv bilan, ya'ni yarim soat o'zlarini kimyo vositalarini ichayotgan bo'lsa, yarim soat o'tib. Misol, agar qon suyulishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa savol, qon suyultiruvchi ichayotgan bo'lsalar, ancha vaqtdan beri iste'mol qilayotgan bo'lsalar, to'xtatsalar bo'ladi. Qon suyultiruvchini qabul qiladilar-da, o'zlari nazorat qilib boradilar. Qon suyulyapti, davleniya ko'tarilmayapti, gipertoniya yo'q, o'lchab boradilar. Yaxshimi? Bo'ldi, tabiiy yo'llariga o'tishlari mumkin. Agar qandaydir boshqa kasalliklar, oshqozonda yara iste'mol qilayotgan bo'lsalar, ichini olayotgan bo'lsalar yoki bo'lmasa jigarda muammo qandaydir-da, ularni dori vositalarini hech kim, shifokordan boshqa hech kim rad eta olmaydi. Albatta, shifokor bilan birgalikda maslahat qilgan holatda iste'mol qilishlari mumkin. O'zlarini shifokorlardan so'raydilar. Men dori vositalarini qabul qilolmaysiz buyurgan, yana tabiiy yo'llariga qo'shimcha qilmoqchiman. Agar ruxsat bersalar, bemalol iste'mol qilsalar bo'ladi. Nazorat ostida deyman. Albatta. Yana bir savolim, bilamizki, Nutva kompleksini iste'mol qiladigan bemorlarimiz juda ham ko'p. Ulardan ham savollar kelib tushgan. Ya'ni ular ham mana shu giyohlarni Nutva kompleks bilan baravariga iste'mol qilsam bo'ladimi deb so'rashibdi. Shunga nima deysiz? Albatta bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Nega deng, mana yaqinda bemorimiz chiqdilar. Nutva kompleks mahsulotini iste'mol qilyaptilar. Yana qo'shimcha, ya'ni kasallikni prosessini tezlashtirmoqchi bo'ladi. Ya'ni ko'proq tezroq davolanib ketaylik, tezroq yaxshi bo'lib ketaylik deydi. Qo'shimcha ozuqaviy moddalardan foydalanishni aytaman. Proteinlar qabul qilishlarini, qonni suyultirishlarini iste'mol qilib borishlarini. Albatta, Nutva kompleks mahsulotlar bilan hammasi bor. Tarkibida bor. Ekstrakt holatida, ya'ni ekstrakt qaymog'i deydi-da, endi giyohlarning qaymog'i ekstrakt holatida bor. Nutvaning tarkibida hamma kerakli bo'lgan tayanch harakat tizimiga elementlar saqlangan. Lekin Nutva bilan birgalikda qo'shimcha qilsalar bo'ladi. Albatta, faqat ijobiy natija beradi. Tushunarli. Rahmat kattakon Bahor opa. Bugungi savollarim shulardan iborat edi. Maslahatlaringiz uchun yana bir bor rahmat. Salomat bo'ling azizlarim. Qandaydir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarda bundanda qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib boramiz. Xayr, salomat bo'ling.